Qo'l oyoq uvishi sizda ham bormi? Kechqurun yotganda yoki bo'lmasa bitta joyda stol sharoitida yoki ko'rpacha sharoitida yarim soat, 1 soat o'tirganda oyoq qo'llar uvishib qoladimi? Va stol sharoitida o'tirganda va yurganda, kechqurun uxlaganda qo'l oyoq uvishlari, bijirlash, jizillash holatlari bo'ladimi? Videoni oxirigacha ko'ring. Bu haqida to'liqroq ma'lumot beraman. Men vrach-nevrolog Husniddin Sattorov Amir Quluvich, 7 yillik tajribaga ega. Xo'p, endi mavzuga qaytsak. Qo'l oyoq uvishi o'zi qachon jiddiy holat va qachon yengil holat hisoblanadi va buni sabablari nima, kelib chiqishi, belgilari va qaysi yoshda ko'p uchraydi va taktika, ya'ni bunda o'zi yechim nima degan savollarga javob beramiz. O'zi qo'l oyoq uvishlarini bir nechta asosiy sabablari bor. Xo'p, oxirgi paytlarda mana shu tibbiy statistikalarga qaraganda bemorlarni qo'l oyoq uvishini bog'lashi, ya'ni doktorga borib shikoyat qilishi asosan qon quyuqligidan kelib chiqadi deb xulosa qilishadi. Ha, to'g'ri, bu ham qisman qo'l oyoq uvishiga olib keladi, lekin boshqa faktorlar ham bor. Xo'p, birinchisini ko'rib chiqamiz. Bu umurtqa pog'onasi bilan bog'liq bo'lgan nerv yallig'lanishlari, ya'ni neyropatiyalar deydi. Periferik neyropatiyalar hisobiga yuzaga kelishi mumkin. Bunda nima bo'ladi? Bo'yin osteoxondrozi, bel osteoxondrozi hisobiga mushaklar taranglashib, o'sha qo'l oyoqqa boruvchi nervlarni siqishi hisobiga qo'l oyoqda uvishlar yuzaga keladi. Ikkinchi sababi bu qondagi qand miqdorining oshishi, ya'ni qandli diabet kasalligi hisoblanadi. Diabetik neyropatiya deb ataladi bu tibbiyotda. Qondagi qand miqdori qancha yuqori bo'lsa, o'sha periferik, ya'ni qo'l oyoqqa keluvchi qon tomirlarida oziqlanish buzilib, nervlarning shikastlanishiga olib keladi. Bu esa albatta qo'l oyoqlarni uvishiga asosiy sababchi bo'lishi mumkin. Bundan tashqari organizmda vitamin B12 tanqisligi ham qo'l oyoqlarni uvishiga olib keladi. Ko'pchilik bu holatga e'tibor bermaydi. Sababi yeyishim, harakatim, sport bilan shug'ullanishim, uyqum normada, lekin nimaga qo'l oyoq uvishi bor degan savollar qiynaydi. Bu holatda organizmda ayrim mikroelementlar yoki bo'lmasa vitaminlar tanqisligi ham nervlarni to'liq ishlamasligi natijasida nerv impulslarini o'tkazuvchanligi pasayib, qo'l oyoqlarda uvish berishi mumkin. Va undan tashqari esa kasb kasalliklari bor bizda. Ya'ni doim kompyuterda o'tirib ishlovchilar yoki bo'lmasa ofisni o'tirib ishlovchilar yoki tikuvchilar va boshqa holatlarda umurtqada qochish sindromlari bor. Ya'ni nerv, yuqorida aytib o'tib ketganimizdek, nervni siqilish sindromlari va kompressiya. Ya'ni mana shu mushak tana massasi nervlarni, qon tomirlarini siqish hisobiga bunda periferik mana shu qo'l oyoqlarda qon aylanish buzilib, gipoksik, ishemik holatlar kuchayadi va nervni oziqlanishi buzilib, bunda ham qo'l oyoq uvishi kuchayishi mumkin. Sizda qaysi holatlar kuzatiladi? Kommentariyalarga yozib qoldiring. Aytgancha, bu ma'lumotlar o'sha kuzatuvchilarimizga yetib borishi uchun videoni tanishlarga jo'natib qo'ying. Albatta bu bizni qo'llab-quvvatlaydi. Endi mavzuga qaytsak. Xo'p, bunda o'zi yechim nima bo'ladi? Dastlab endi bizada bemor o'zi diagnoz qo'yib o'rgangan birinchi holatda, ya'ni nimadir shikoyat bo'ldi sog'likdan, birinchi o'zi harakat qilib ko'radi, internetga yozib ko'radi, masalan, hozir sun'iy intellekt yoki bo'lmasa Google va boshqa YouTube kanallar. Endi bu holatda to'g'ri, birlamchi murojaat yaxshi, lekin sizni boshqa holatlardan chalg'itishi mumkin. Shuning uchun agarda sizda qo'l oyoq uvishlari bezovta qilayotgan bo'lsa, dastlab vrach-nevrologga murojaat qilishni unutmang. Sababi har bitta kechiktirilgan jarayon mutaxassisni asorat bilan kurashishga majbur qilishi mumkin. Shuning uchun har bitta bezovtalik, ya'ni mana shu qo'l oyoq uvishlari va boshqa holatlar bilan albatta mutaxassis shug'ullangani ma'qulroq. Qo'l oyoq uvishlariga boshqa jiddiy kasalliklar ham sababchi bo'lishi mumkin. Masalan, o'zi qo'l oyoqni boshqaruvchi asosiy miya markazi joylashgan. Miyani markazi, ya'ni unda o'sma, insult holatlari va boshqa kista mana shu qo'l oyoqni boshqaruvchi markazlarni bosib qo'yish ham qo'l oyoqlarni uvishiga sababchi bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu holatda kechiktirmaslik kerak bo'ladi. Endi agar yengil holatlar aniqlansa, mana shu
jiddiy kasalliklar chiqmadi bemorda va yengil holatlar aniqlansa, uy sharoitida ham yechim berish mumkinmi degan savol tug'iladi. Albatta mumkin. Bu holatda kasallikni kelib chiqqan sababini aniqlab, o'shanga yechim beriladi. Va bu holatda nima qilinadi? Masalan, bo'yin osteoxondrozi va bel osteoxondrozi, nervlarni bosilish sindromlari yoki bo'lmasa mushaklarning spazmi hisobiga yuzaga kelgan bo'lsa, albatta yengil ertalab kechqurun yarim soatlik mashq ham bu narsani qisman bartaraf qiladi. Keyingi holat profilaktika maqsadida qon suyultiruvchi preparatlarni albatta mutaxassis bilan bog'lanib, uy sharoitida ham yechimini bersa bo'ladi. Agar vitamin B12 tanqislik belgilari bo'ladigan bo'lsa, albatta vitamin B guruhiga boy mahsulotlarni iste'mol qilish va unda ham suzish, o'sha sport mashg'ulotlarini qo'shish kerak bo'ladi. Endi sahrin diabet hisobiga yuzaga kelgan bo'lsa, albatta birinchi navbatda sahrin diabetni nazorat qilish kerak bo'ladi, ya'ni normaga olib kelish kerak bo'ladi. Agar sizda o'sha qon aylanishini yaxshilovchi dorilar yoki bo'lmasa nerv impulsini o'tkazuvchi dorilar berilib turib ham sizda sahar yuqori bo'lsa, ishoning, dorilarning foydasi bo'lmaydi. Dastlab sahrin diabetni, ya'ni qandli diabetni normaga olib kelish kerak bo'ladi. Chunki sabab o'sha bo'lsa, chunki sababini yo'qotilmasdan turib kasallikni davolab bo'lmaydi. Agar qandli diabetni normal holatga olib keldingiz, ikkilamchi holatlarni davolashga o'tiladi. Bu holatda albatta uy sharoitida nazorat qilish mumkin. Lekin mana shu narsalar sabablari bartaraf qilinmasdan turib asoratlar bilan kurashishni xohlamasangiz, vrach nevrologga tezroq murojaat qilishni tavsiya qilaman.